Jiq deb ketdim, noma'lum o'lchanmagan moto, traktor, mashina qatnashib olsa, aloqa qilishinglar deb. Bu shunga o'xshash moto bo'lsa, nomimizni o'lchamayotgan. Hamda muvofiq bahoda o'lchab ish bermaydi, yordam qilib. To'g'ri. Lekin bilmagan ishlarni. Ani ekan, mana o'xshash mashina boplab ketgan mashina va boplab ketgan mashina noma'lum o'lchamoqchi bo'lsanglar, mush oldijamlar aloqalashsanglar, mashinani yuqori bahoda sotib olganini sirat bopi bo'lgan denzni naq maydonda Qashqar viloyatining nomidan chiqqan denzni qo'lga chiqarib berdi. Boshqa nimqasan balkim boshqa viloyatniki denzni chiqib ish mumkin shundami? Undan keyin ayon taraf tutilgan mashinani. Mashinaniki masalan, mashinaniki tipi chiqib qolsa, sizning mashinaniki zapchastlik ko'rinib ketgan, yangi narsaning ishak qimmat bo'lgan asla. Zapchastlik ko'rinib ketgan bo'lsa, bu mashinaning zapchastlari chiqib qolsa, ham yerdan so'gab ilib jinko mashinaniki samallina. Muvofiq bahoda silib kasal bo'ladi. Yana birga daybo bu yerda choq, mashina choqli. Hamma zopinga zambis o'tab, bizni qo'shib o'tab, oltiraqmini yo'l o'tib kelgan do'stlarga mashinani day ko'rinib ketgan bo'lsa, ikkinchi qo'l shu yaxshi dalilni, normal dalilni almashib haqsiz. Dalil haqsiz bir emas, almashib kasal bo'ladi. Yana bir gap bor ters qo'yam. Yo, bu pek qimmoqchi bo'lgan mashinalarni, mana shu yordam siyosat tutgan, yordam olmoqchi bo'lgan mashinalar haydab chiqsanglar, Jenkonga minib chigini mishay chiqsalar, normal tartib bo'yicha sotib olamiz, eng yuqori bahoda. Undan sirat qo'langlar ayrim yana. Shu naq pul. Qaytish puli deb bizkoy, bizni qo'llig'iningizga naq pul qo'langlar beramiz. Anda bo'lsa, shunda ishlar ehtiyoji bor do'stlar. Buning o'rni Yakan naya Misha Gonshi Veyxallut ash qizilchag'och to'rt daskini qarashtiradilar, to'rt to'qa. Hamma shu xonda tarafdan kelishdi-ki, qizilchiroqdan. Ash qizilchiroqni xolasanlar ko'rnida. Yani do'qidiki ya shu o'rnim shu. Asaq aniq o'rnin topolmay qolsanlar, telefon numarangizni deb. 131 3 tane 9 2 tane 8 346. Yani desek yani shu. Noma'lum o'chab olmayotgan, qiynalib qanday qilsam o'chiram deb o'ylayotgan do'stlar moto bilasizlar. Oldijamlar aloqasan bo'ldi. Moto qo'lingizda bo'lmasa, yordam qilib, tepib, akilib o'chirib qilib berdi.